Hurmatli talabalar, bugungi video mashg'ulotimizda oddiy so'rovnomalar qilishni o'rganamiz. Oddiy so'rovnomalar. Demak, 4 xil tildagi so'rovnomani ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi so'rovnomamiz kitob fondi jadvalidan barcha kitoblar ro'yxatini muallifi bo'yicha tartiblangan ko'rinishda ekranga chiqarish uchun so'rovnoma qilish kerak ekan. Birinchisi shundoq ekan. Keyin birinchisini bajarishni ko'rib chiqamiz. Demak, buning uchun nima qilamiz? Avval demak o'sha aksesda ma'lumotlar bazamizni ochib olamiz. Mana ochildi. Hop, ochganimizdan keyin sozdание lentasiga o'tamiz. Sozdание lentasiga o'tsak, so'rovnoma degani ruschasiga zaпрос degani mana shu yerda qilinadi zaproslar. Mana. Hop, bu o'zi qiladi. So'rovnoma ustasi yordamida qilinadi. Konstruktorda biz o'zimiz qilamiz. Biz shundan foydalanamiz. Asosan ko'proq shu holatda bosamiz. Buning uchun konstruktor zaprosni bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bizga jadvallar ro'yxatlarda o'ng tomonda berildi mana. Bizda birinchi nimamiz kitob fondidan kitoblar ro'yxatini chiqarishida. Mana kitoblar ro'yxatini bu yoqqa o'tkazib olamiz, jadvalni bu yoqqa o'tkazib olamiz. Ana o'tkazganimizdan keyin mana bu yerda bossak, demak ochiladi. Demak, kitob fondi jadvalidan inventар raqami kerak bo'ladimi? Hop, kerak bo'lsin. Kitob nomi kerak bo'ladimi? Kerak bo'lsin. Kitob muallifi kerak bo'ladimi? Kerak bo'lsin. Nashriyoti mal kerak bo'lsin. Nashr yili kerak bo'lsin. Hop, boshlang'ich narxi kerak bo'lsin. Hamda kitob almashtirilganmi, almashtirilmaganligi kerak bo'lsin. Hamda kitobning soni kerak bo'lsin. Son. Endi bizni so'rovnomada aytilganicha muallifi bo'yicha tartiblangan bo'lishi kerak. Shuning uchun muallifi bo'yicha tartiblangan bo'lishi uchun demak mana bu yerda mana sortirovka degani bor. Ko'rdingizmi? Tartiblash degani. Mana bu to'g'risi olib kelamanda o'sib borish bo'yicha tartiblashtirib qo'yadi. Endi bizga tartiblanish to'g'ri ko'rinishi uchun keling birinchi o'rinda muallifni qo'yib qo'yaman. Muallifni birinchi o'ringa o'tkazib qo'yaman. Bunday qilaman, bittadan o'tkazib beraman. Birinchi o'rin muallifni qilaman, shu tartiblangani to'g'ri ko'rinadi. O'rinni birinchi o'ringa o'tkazib qo'ydim. Xo'p, inventар raqam bizga ekranga chiqmasin. Mayli, bunday olib qo'ysangiz chiqmaydi. Bilmaydi. Kitob nomi chiqsin, nashriyot nomi chiqsin, nashr yili chiqsin, boshlang'ich narxi chiqsin, mayli, almashtirilgan bo'lsa almashtirilganligi chiqsin, nusxalar soni chiqsin. O'sha chiqsin. Inventар raqam chiqmay qolsin, mayli. Xo'p. Demak, bo'lgandan keyin saqlash tugmasini bosamiz. Yuqorida saqlashni bossak, bizdan nomini so'raydi. Biz yozamiz, kitoblar ro'yxati deb beramiz. Kitoblar ro'yxati deb qo'yaman. Shunaqa nomlayman. Ro'yxati. Mana kitoblar ro'yxati paydo bo'ldi. Buni yopaman bu yerdan endi. Endi kitoblar ro'yxati 2 marta ketma-ket bossam, mana menga mana familiyasi bo'lsa, nima qilinadi? Sortirovka qilingan holda chiqyapti mana. Abdulla Qodirov o'tgan kunlari, Abdulla Qodirov mehrobdan chiqqani bor ekan. Anton de Saint nimani? O mana The Little Prince degani bor ekan mana. Va hokazo ko'ryapsizlar, hammasi tartiblangan holda chiqyapti. Mana. Mana ularni o'rtalariga tekizlab qo'ysangiz bo'ladi mana qilib. Albatta bo'lmaydi ekan. Tushunarli? Bunisi tushunarli. Xo'p, endi buni yopamiz. Saqlanib qo'yaman. Yopamiz. Endi ikkinchi so'rovnomamiz bizda kitobxonlar jadvalidan barcha kitobxonlar ro'yxatini familiyasi bo'yicha tartiblangan ko'rinishda ekranga chiqarish uchun so'rovnoma qiling. Yana demak, aksesga kiraman. Yana sozdaniyaga o'taman. Yana konstruktor zaprosni bosaman. Mana bu yerda menda jadval degani bossam, mana jadvallar ro'yxati chiqadi bu yerda. Endi menga nima kerak? Kitobxonlar jadvali kerak. Shu kitobxonlar jadvalini bu yoqqa qo'shib olaman mana. Qo'shdim, bu yoqqa o'tkazganimdan keyin mana bu yerdan demak nima qilaman? Kitobxon birinchi ID raqamini bersin. Keyin familiyasi kelsin. Ismi bo'lsin. Otasining ismi kerak emas. Qachon nima qilingan? Qora yozib bo'lgan sanasi chiqsin. Telefon raqami chiqsin. Qolganlari kerak emas menga. Bo'ldi.
sanasi, telefon raqamimiz. Siz qo'shamasangiz, bu yerga qo'shaverasiz mana. Xo'p, bo'ldi, shu bo'ldi. Endi buni ham demak saqlanib tugmasini bosaman. Bossam, menda nom so'raydi. Men bu yerga kitobxonlar ro'yxati deb qo'yaman. Kitobxonlar ro'yxati. Okka bosaman. Endi bu yerda mana familiyasi bo'yicha nima qilish kerak edi? Bizning nimamizda tartiblangan bo'lishi kerak. Mana tartiblovkani ustuni qatoridan kelaman. Familiya ustunida uni ochib turib povozlasdan, ya'ni o'tib borish tartiblan tartiblovka qildim. Shuni belgilab qo'yaman. Endi bitta saqlanib qo'yaman mana. Bo'ldi, buni yopaman. Ana endi kitobxonlar ro'yxatini 2 marta bosadigan bo'lsam, mana birinchi A dan boshlangan familiyalar, keyin Y dan boshlangan va hokazo tartiblangan ko'rinishda paydo bo'lyapti. Tushunarli gap ham. Tushunarli. Endi 3-chi so'rovnomamiz bizda kitob olgan kitobxonlar ro'yxatini familiyasi bo'yicha tartiblangan ko'rinishda ekranga chiqarish uchun so'rovnoma qilingan. Demak, yana nima qilamiz? Aksesga o'tib, создание lentasini bosamiz. Bu yerdan konstitutsiya zaprosini bosamiz. Endi bizga jadvalga o'tib olamiz. Bu yerdan bizga kerak bo'ladiganlar, demak, hop, kitob berish jadvali kerak bo'ladi. Kitob berish jadvali kerak bo'ladi. Keyin kitobxonlar jadvali kerak bo'ladi. Bu yerdan kitob olganlar familiyasini aniqlaymiz. Keyin kitob fondi qaysi kitob olganligini bitta olamiz. Demak, birinchi xo'p, kitobxon familiyasidan. Birinchi kitobxonlar familiyasidan, mana kitobxonlar jadvalidan familiyasini qo'yaman mana. Familiyasini tanlayman. Kitobxonlar jadvalidan familiyasidan. Xo'p, ID raqamini olib qo'yib, birinchi ID raqami bilan qolsin. ID raqamini olaylik. Xo'p, nimadan olamiz? ID raqamni anaqadan olamiz. Kitobxonlardan emas. Hozir ID raqami bu yoqqa o'tib tak. Bu yerga xo'p, birinchi kitob berishdan ID raqami olishim kerak. Kim kitob olgan? ID raqami oldim. Shu ID raqamga mos kitobxonni anaqasi kelib chiqadi. Kitobxonlardan ismi, familiyasi keladi mana. Familiyasini olamiz. Undan keyin ismini olamiz. Mana ismini. Hop, kitobxonlar jadvalidan ismini olamiz. Otasining ismi kerak emas. Xo'p, endi qaysi kitobni olganligi uchun, demak, birinchi avval mana bu yerdan hop, kitob berishdan inventar raqamni olaman. Kitob berishda inventar raqamni olaman. Kitobni nomini olish uchun kitobxonlar, kitob fondiga murojaat qilaman. Kitob fondida kitob nomini olaman. Xo'p, endi qachon olganligini aniqlashim uchun, demak, nimaga kiraman? Kitob berishda berilgan sana deganni tanlayman. Mana berilgan sanani kerak bo'lsa, yana qaytarish sanasini ham tanlab qo'yaman mana. Bo'ldi. Endi menga kerak emas narsalar, demak, ekranga chiqmasin. Hop, ID raqam chiqaversin, ism sarfi bo'lsin, inventar raqam kerak chiqmasinda nomi chiqsin mana, kitobning nomi chiqsin. Berilgan sana chiqsin. Ana endi saqlab qo'yaman buni, saqlash uchun buni bosaman. Hop, bu yerga kitob olgan kitobxonlar ro'yxati. Kitobxonlar ro'yxati deb qo'yaman. Ok. Endi sortirovka qilish uchun, mana sortirovka qilish uchun familiyasi bo'yicha nima qilaman? Povozlastani qo'shib turib, yana saqlab qo'yaman. Bitta bosib qo'yaman. Xo'p, nima buni yopaman endi? Yopib turib, endi kitob olgan kitobxonlar ro'yxati 2 marta bosadigan bo'lsam chiqadi mana, qarang. Mana. Sal kattalashtirib qo'yaman mana.
yulduzli turlarda olgan ekan, mana bunda olgan ekan. Alif, Vali o'tgan kunlarda mana paytda olgan ekan. Karima Dilnoza olgan ekan. Tushunarlimi bu? Demak, endi keyingi topshiriq bizda bo'ladi. Kitob qaytargan kitobxonlar ro'yxatini hop familiyasi bo'yicha tartiblangan ko'rish ekranga chiqarish. Buni endi mustaqil bajarasizlar o'zingizlar. Xuddi mana shu 3-da qanday qilingan bo'lsa, xuddi shunday qilasizlar. 3 bilan bir xil bu. Bir xil xuddi shunday qilinadi. Faqat bu yerda kitob qaytarish jadvaldan foydalanasizlar. Kitob berish jadvalidan foydalandik bu yerda. Bunda kitob qaytarish jadvalidan foydalanasizlar. Keyin men sizlarni baholayman. E'tiboringiz uchun rahmat.